Hatto qo'rsiqida ba tug'moqchi bo'lgan mollarmi xili ko'p so'yilib ketdi. Buningki dardini tortib qoldigan vaqt endi keldimi qandaq? Mayli kala o'rlason, o'rlab 1 kilo go'sht necha yuz go'ga chiqib ketsin, satgan kala o'rlagan ekan, biz oldigan kalami o'rlaydi. Albatta biz foydani yanala kundalik ig'irlik ketishdan yoki kunda sutni ko'p ishlab chiqarishdan olamiz. Bergan yem qashak bilan kirgan chiqimni hisoblab ig'irlik qo'shib foyda olamiz. O'zimning yem qashakimdan mushu mol chorvamdan unumli foydalansam bo'ladi. Bir kalamni necha qilsam bo'ladi. Har kuni 2 kilo ig'irlik qassam bo'ladi deydigan baxmış do'stlarimizga 2025-yillik simultal beqish sistemasini telefoningizga tushirib beramiz. Shu sistem bo'yicha o'zingizda bar bo'lgan ahvolni yem qashakni kirgizsangiz, kunda qanchalik berib, qanchalik ig'irlik qo'shishdan tortib, foydangizdan tortib hisoblab chiqarib beradi. Bu sistemaning Uyg'urcha, ya'ni 50 yoshning to'pidagilarni ishlatiladigan nusxasi 4-oyning 1-kuni bozorga silindi. Mushu sistemani telefonimga tushirsam bo'ladi degan baxmış do'stlarimiz inkas rayoniga 77 raqamni yo'llab qo'ying. Men o'zim siz bilan aloqalashaman.